Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Aviatsiya jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz umumiy etiologiya haqida bo'ladi. Demak, boshladik o'rtoqlar. Mavzuyimiz rejasi. Bu yerda reja, etiologiya, patogenez, sanogenez berilgan. Biz bundan oldingi darsimizda nozologiya haqida gaplashdik. Demak, umumiy nozologiya, umumiy etiologiya, umumiy patogenez, umumiy sanogenez. Bular to'rtta bo'ladi. Umumiy nozologiyani ichiga kirib ketadi. Biz birinchi darsda umumiy nozologiya ko'rdik. Endi umumiy etiologiyani gaplashamiz. Mana bu ikkalasi keyingi darslarda gaplashib chiqamiz demak. Aynan mana bu yerda ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Bundan oldingi darsda aytib o'tdim sizlarga patologik fiziologiyani ikkiga bo'ldik. Qanday? Umumiy hamda xususiy qismga. Demak, umumiy qismni o'zi ham ikkiga bo'linib ketdi. Umumiy nozologiyaga hamda tipik patologik jarayonga. Endi tipik patologik jarayonga nimalar kelishi? Yallig'lanish, isitma, tromboz, emboliya shular kirib ketdi tipik patologik jarayon bo'lib. Endi umumiy nozologiya ham bo'linib ketdi. Umumiy nozologiyani o'ziga, umumiy etiologiyaga, umumiy patogenez hamda sanogenezga bo'linib ketdi. Endi bu patologiyani umumiy qismi ikki qismga bo'ldik. Xususiy qismigacha. Xususiy qismiga ma'lum bir organ sistemada uchraydigan kasallik, patologik o'zgarishni o'rganadigan qism xususiy qism hisoblanadi. Masalan, hazm qilish traktida, ayrish traktida, nafas olish, shunaqa alohida organ sistemani o'zini xususiy kasalligi, patofiziologiyani xususiy qismi hisoblanadi. Yaxshi, demak o'rtoqlar, biz bundan oldingi darsda umumiy nozologiya haqida gaplashdik. Nimaligini bilib oldingiz. Endi bu darsda umumiy etiologiya haqida gaplashamiz. Bundan keyingi darslarda patogenez, sanogenez haqida gaplashamiz. Demak, umumiy etiologiya, ya'ni etiologiya nima edi o'rtoqlar? Mana bu yerda turibdi. Etio sabab so'zdan kelib chiqqan bo'lib, bu kasallik kelib chiqishi, rivojlanishidagi sabab va sharoitlarni o'rganuvchi fan. Demak, etiologiya nima ekan? Ma'lum bir kasallikni kelib chiqish va rivojlanishidagi sabab va sharoitlarni o'rganuvchi fan ekan demak. Kasallik sababsiz yo'q. Kasallik sababisiz kasallik yo'q. Shunaqa desak bo'ladi o'rtoqlar. Kasallikni sababi bo'lish kerak. Aynan o'sha sabab orqali bizda kasallik rivojlanadi. Xuddi shunday tushunsak bo'ladi. Yaxshi o'rtoqlar, endi davom etamiz. Etiologiya haqida bilib oldik. Xo'p, etiologik faktor sabab bo'lishi uchun 3 ta xususiyatni namoyon qiladi o'zida. Ya'ni etiologik faktor aytdik, bundan oldingi darsda aytib o'tdim. Ma'lum bir kasallikni rivojlanishiga sabab bo'luvchi faktorga ham etiologiya deymiz dedik. Demak, etiologik faktor ya'ni kasallik, patologik o'zgarishni keltirib chiqaradigan etiologik o'sha omil, faktor. Bizda etiologik faktor sabab bo'lishi uchun 3 ta xususiyatni namoyon qila olishi kerak. Birinchisi obyektiv, ya'ni material bo'lishi kerak. Organizm bilan o'zaro ta'sir qila olishi kerak. Bu ham juda ham muhim. Masalan, bitta materialni oldik. U masalan tashqi muhitdagi jamiki narsa, zirapchani olishimiz mumkin yoki ma'lum bir mikroorganizmni, u material bo'lishi kerak, ya'ni jism bo'lishi kerak. Organizm bilan o'zaro ta'sir qila olishi kerak. Ta'sir qiladi. Kasallikka maxsuslik beradi. Aynan shu kasallik uchun xos bo'lishi kerak. Ya'ni kox batsillasi tuberkulyoz deb bu yerda misol qilib keltirib o'tib ketilyapti. O'rtoqlar, aynan mana shundaqa 3 ta faktorni o'z ichiga olish kerak. Ya'ni kasallikka maxsuslik bera olish kerak.
bizda ma'lum bir kasalliklar bor. Aynan Kox batsillasi tuberkulyoz. Bu tuberkulyoz kasalligini bilamiz, nafas tizimi kasalligi. U bakteriyasi, ya'ni Kox bakteriyasi e, yuqtiradi. Ya'ni tuberkulyoz juda ham yomon kasallik, ozib ketadi, qanaqadir jarayonlar ro'y beradi. Aytilyapti, kasallikka maxsuslik berish kerak deyilyapti bu yerda, aynan tuberkulyoz. Shunaqa o'rtoqlar. Davom etamiz. Xo'p. Kasallik sababi soniga ko'ra. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, kasalligimizni sababi yagona sababga ko'ra yoki ko'p sababli bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib polietiologik hamda monoetiologik. Bu yerda polietiologikni bo'lamiz, ya'ni ko'p sababli. Tipik patologik jarayon yoki nozologik birlik desak ham bo'ladi. Bir nechta sababga ko'ra kasallik rivojlanadi, bitta sababga emas. Endi monoetologikchi, aynan bir odamdagi ma'lum bir kasallik tushuniladi. Bir kasallik, bir sabab. Demak, bitta odamda masalan qorni og'rishiga bitta sabab bo'ldi, bitta o'sha insonni qorni og'riyapti. Endi tipik patologik jarayon deyilyapti bu yerda. Tipik patologik jarayon nima edi? Kelib chiqishidan, qayerda uchrashidan qat'iy nazar bir xil qonuniyat asosida rivojlanar edi. Ya'ni bunga isitma, yallig'lanish, organni qaysi qismida ketishidan, qanday organizmda ketishidan qat'iy nazar bir xil rivojlanadi bu jarayon. Ya'ni juda ham ko'plab sabab bo'lishi mumkin tipik patologik jarayonlarga, lekin rivojlanishi bir xil. Shunaqa. Xo'p, bir nechta sababga ega bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, misol tariqasida aytib o'tganman. O'pka yallig'lanishi. Nimalar keltirib chiqarish mumkin? O'pkani zaharli moddalar ta'sirida o'pkamiz yallig'lanishi yuzaga kelishi mumkin. Bu birinchi sababi. Xo'p. Endi davom etamiz. Viruslar. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Viruslar nafas tizimi orqali yuqishga juda moyil bo'ladi, o'rtoqlar. O'pka yallig'lanishiga viruslar juda ham katta ta'sir ko'rsatadi nafas tizimiga. Bilamiz, virus bilan zararlanganda birinchi navbatda nafas sistemasi zararlanishi mumkin. Endi u virus havo orqali yuqsa albatta insonga. Demak, birinchisi zaharli moddalar, ikkinchisi viruslar bo'ldi. Bu ikkinchi sababi ko'ryapmiz. Uchinchisi aspiratsiya. Aspiratsiya ham o'pkani yallig'lanishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Undan tashqari bizda to'rtinchi sabab radiatsiya. Ya'ni radiatsiya nurlari, bilamiz, radiatsiya, undan tashqari rentgen nurlari, turli xil nurlar bor. Bu nurlar o'pkaga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nafaqat o'pkaga, barcha organlarga yomon ta'sir ko'rsatadi. O'pkani yallig'lanishiga ham radiatsiya ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Beshinchisi, dori moddalari. Turli xil dorilar bor, o'pkani yallig'lanishiga sabab bo'lib qoladi. O'rtoqlar, buni farmakologiya kursida batafsil gaplashiladi. Misol tariqasida aytib o'tib ketyapman. Demak, bitta kasallik rivojlanishiga bir nechta sabab, ya'ni polietologik kasallik desak bo'ladi. Beshinchisi katta dori moddalari. Undan tashqari 6-sabab stafilokok. Albatta, stafilokok o'pkani yallig'lanishiga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari 7-si zamburug'lar. Bilamiz, zamburug'lar ham o'pkani yallig'lanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ko'p hollarda o'pkani yallig'lantirib qo'yadi. Undan tashqari 8-si pnevmokok. Pnevmokoklarga ortiqcha gapirib o'tirish shart emas. Bilamiz, o'pkani yallig'lab qo'yadi. Mikoplazma. Bu ham o'pka yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Riketsiya. Bu ham albatta o'pkani yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Demak, 9-chi hamda 10-chi. O'rtoqlar, ko'ryapsiz, bu yerda aytib o'tdim yuqorida, kasallik sababi soniga ko'ra. Bizda
kasallikni keltirib chiqaradigan sabablar bir nechta bo'lishi mumkin yoki yagona bo'lishi mumkin ekan demak. Yaxshi o'rtoqlar, hozir polietologikka misol keltirib aytib o'tdim. Davom etamiz. Kasallik keltirib chiqaruvchi sharoitlar. Endi sharoitlar ham har xil bo'lishi mumkin. Kasallikni rivojlantirmasligi yoki susaytirishi mumkin. Xo'p, kasallikni kuchaytiruvchi sharoitlarga birinchi navbatda birorta bir kasallik kelib chiqmayapti, lekin bizda shu kam ovqatlanish, immun tizimining sustligi yoki birorta bir kasallik bizda rivojlanmayapti, yashirin holat, ya'ni latent holatida turibdi, lekin biz shu shamolladik yoki immun tizimiga ta'sir ko'rsatuvchi birorta bir kasalga chalindik. Endi nima bo'ladi u? Bu anavi latent davrda turgan kasalligimizni kuchaytirib yuborishga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni u kasallikni kuchaytiruvchi ta'sirga ega bo'lib qoladi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Bola shamollagan yoki qanaqadir kasalga uchragan, allergiya kasallik shamollagan aniq. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Nima bo'ladi? Endi bu kasallikni kuchaytiruvchi bo'lib qoladi. Endi bolada immun tizimi pastlayapti, qanaqadir o'zgarishlar bo'lyapti-da, kasallikka moyil bo'lib qoladi. Mana bu yerda ko'ryapsiz, kasallikni kuchaytiryapti. Endi kasallikni susaytiruvchi desak bo'ladi nima? Sport bilan shug'ullanish, jismoniy faollik, mehnat qilish, tongda yugurish, oz bo'lsa-da harakat qilish. Bizda bilamiz, sport bilan shug'ullanish immun tizimiga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi, qon aylanishini yaxshilaydi, modda va energiya almashinuvi, nafas olish yaxshi bo'ladi, oksidlanish, qancha yaxshi nafas olsak, oksidlanishli fosforillanish yaxshi bo'ladi, energiya yaxshi, kun bo'yi o'zimizni yaxshi his qilamiz. Demak, bu kasallikni susaytirib beradi, aynan sport bilan shug'ullanish. Demak, tushunarli bo'ldi bu qism. Hop, etiologik faktorlar. Etiologik faktorlar, ya'ni kasallikni sababi ikki xil bo'lishi mumkin. Ekzogen hamda endogen. Hop, ekzogen tashqi degani qanday? Tashqi fizik, biologik, kimyoviy, psixik, so'z, ijtimoiy bo'lishi mumkin. Endi bularga misol qilib aytib o'taman. Fizika ma'lum bir nurlanish, radiatsiya, shunaqa quyosh nuri yoki yer silkinishi qanaqadir ekzogen ta'sir bo'ladi-da, shu kasallik, birorta bir patologik jarayon rivojlanishi mumkin, patologiya kelib chiqadi. Biologikka mikroorganizmlarni, bakteriya, zamburug', viruslarni kiritishimiz mumkin. Bu biologik etiologik faktor hisoblanadi. Ya'ni mikroorganizm keladi, organizmga tushadi, u birorta bir yallig'lanishni keltirib chiqaradi, natijada patologiya rivojlanishni boshladi. Bu ekzogen faktor bo'ldi. Kimyoviy, turli xil kimyoviy moddalar, ishqorlar, asoslar, kislotalar, dori moddalari ham kimyoviy kirib ketadi. Aynan mana shular ham ekzogen faktor hisoblanadi, ya'ni kasallikni rivojlanishiga, ya'ni sabab bo'ladi. Psixik turli xil zo'ravonlik bo'lishi mumkin. So'z. Endi insonga shirin so'z insonni davolaydi, yomon so'z insonni o'ldiradi deyilgan o'rtoqlar. Bilamiz, doktor bo'lsak ham bemor bilan qanday gaplashishimizga qarab bemorimiz yo sog'ayadi yoki kasal bo'ladi. Albatta, so'zlashuv madaniyati ham birinchi o'rinda turadi. Endi ijtimoiy ta'sir ham ekzogen ta'sirga kirib ketadi. O'rtoqlar, endi endogen, ya'ni ichki faktor, etiologik faktor, ya'ni kasallikni sababini keltirib chiqaruvchi faktorlar haqida gaplashyapmiz. Etiologik faktor. Birinchisi irsiyat bo'ladi, ya'ni shajarasi. Bundan oldingi avlodi, ota-bobolaridan qanaqadir kasallikni keltirib chiqaruvchi sababini aynan
irsiyat desak, irsiyat endogen faktorga kirib ketdi. Konstitutsiya bu ham endogen faktorga kiradi. Yosh, jins organizmning reaktivligi ham ichki etiologik faktorga kirib ketar ekan. Organizmning reaktivligi desa nimani tushunamiz? Organizmning reaktivligi ma'lum bir kasallikni keltiruvchi sabab keldi. Ma'lum bir ta'sirga organizmni javobi, ya'ni tashqi ta'sirga organizmni reaksiyasi desak ham bo'ladi, reaktivlikni. Xo'p, davom etamiz. Asosiy etiologik faktor. Bizda asosiy etiologik faktor, ya'ni spetsifik faktor, shu faktor bo'lmasa hech bir sharoitda ham kasallik rivojlanmasligi mumkin. Masalan, bizda ma'lum bir sabablar bo'ladi, lekin bir nechta sabablar yig'ilib turib bitta kasallikni rivojlantira olmaydi. Lekin bitta shu faktor bo'lishi kerak, bu spetsifik faktor bo'ladi. Shu faktor kasallikni rivojlantiradi. Qolgan 5tasi bo'lmasa ham, 5tasi bir tarafda bo'lib, bu yagona aynan bitta kasallikni rivojlantirishiga sabab bo'luvchi spetsifik faktor bir tarafda, qolgan 5ta faktor bir tarafda tursa, albatta mana bu bitta faktorsiz, asosiy spetsifik faktorsiz 5ta faktor hech nima qila olmaydi. Shu faktor bo'lmasa hech bir sharoitda ham kasallik rivojlanmaydi deb aytib o'tib ketilyapti. Yordam beruvchi etiologik faktorlar. Tashqi muhitning rivojlanishi va tarqalishini osonlashtiruvchi, organizm chidamliligini kamaytiruvchi omillar ekan demak. Bu yordam beruvchi faktorlar albatta mana bu asosiy etiologik faktorga ma'lum bir miqdorda bo'lsa ham yordam beradi xolos. Lekin kasallikning rivojlanishiga bular unchalik ta'sir ko'rsata olishmaydi. Bu yerda aytib o'tilyapti, organizmni chidamliligini kamaytiruvchi omillar, ya'ni bizda himoya adaptatsiya degan tizim bor. Aynan mana shu tizim organizmga birorta bir ta'sir tushdi, bu ishga tushadi. Aynan mana shu yordam beruvchi etiologik faktorlar mana shu himoya adaptatsion qobiliyatimizni pasaytirishga harakat qiladi ekan demak. Uchinchisi, Krupoz pnevmoniyada, ya'ni pnevmokokda shamollash, organizm kuchsizlanishi, manfiy emotsiyalar, yetarli bo'lmagan ovqat yordam beruvchi etiologik faktor demak. Bizda yetarli bo'lmagan ovqat yordam beruvchi faktor bo'lar ekan. Undan tashqari me'da yara kasalliklarida Helicobacter pylori, ya'ni bilamiz, aynan me'da yara kasalliklari bizda mana bu asosiy etiologik faktorga asosiy etiologik faktor bo'lib beradi. Mana bu Helicobacterius pylori. Endi misol qilib keltirsak, Krupoz pnevmoniyada asosiy etiologik faktor pnevmokok bo'ladi. Shamollash, organizmni kuchsizlanishi, manfiy emotsiyalar, yetarli bo'lmagan ovqat, mana shu to'rttalasi esa bizda yordam beruvchi etiologik faktor hisoblanar ekan demak. Ko'ryapsiz o'rtoqlar, asosiy, ya'ni spetsifik faktor bilan nospetsifik faktorni bir-biridan farqini, ahamiyatini. Demak o'rtoqlar, davom etamiz. Kasallikning xavf omili. Populyatsiya tarkibida bor ma'lum kasallikka chalinishni oshiruvchi faktorlar yig'indisi hisoblanadi. Ateroskleroz xavf omillari. Plazma lipid tarkibining buzilishi, arterial gipertenziya, ipodinamiya, semizlik, yosh ortishi, zararli odatlar, yog'li ovqat, tug'ma faktorlar, stress. Demak, populyatsiya tarkibida
bor ma'lum kasallikka chalinishni osonlashtiruvchi faktorlar yig'indisi bu kasallikning xavf omili hisoblanar ekan. Ya'ni ma'lum bir hududda yashovchi, masalan, bitta bino bor, tasavvur qiling. O'zingizni shu qayerda talabasi bo'lsangiz, o'sha yerdagi talabalar populyatsiya deydigan bo'lsak, o'sha tarkibida bor ma'lum bir kasallik. Masalan, ateroskleroz bu yerda misol qilib keltirilgan. U yerda ateroskleroz bor. Ma'lum kasallikka chalinishni oshiruvchi faktorlar yig'indisi ham bor u yerda. Ya'ni qaysilar? Ateroskleroz xavf omillari plazma lipid tarkibining buzilishi, ya'ni lipidlarimiz qonda miqdori ortib ketishi hamda endoteliyga borib o'tirib u yerda oksidlanib qolishi, ya'ni lipid oksidlanishi. Undan tashqari qon bosimining ko'tarilib ketishi hamda semizlik. Undan tashqari yosh ortish ham zararli odatlar. Masalan, ichish, chekish, turli xil boshqa zararli odatlar bilan shug'ullanish ham aterosklerozni xavf omili hisoblanadi. Yog'li ovqatlar iste'mol qilish albatta bu ham kiradi. Tug'ma faktorlar bo'lishi ham mumkin. Masalan, kimdir tug'ma semizlikka moyil bo'ladi, kimdadir shunaqa yana qanaqadir misollarni keltirishimiz mumkin. Undan tashqari stress ham mana shu ateroskleroz xavf omillari hisoblanadi. Demak, kasallikning xavf omili deganda populyatsiya tarkibida bor ma'lum kasallikka chalinishni oshiruvchi faktorlar yig'indisiga kasallikning xavf omili der ekanmiz. Bu yerda ateroskleroz xavf omillari haqida gaplashib chiqdik, demak. Davom etamiz. Hop, kasallik kelib chiqishi uchun kasallikni keltirib chiqaruvchi faktorlar bizda kasallik kelib chiqishi uchun kasallikni keltirib chiqaruvchi faktor bo'lishi kerak. Organizmning himoya kompensator imkoniyatlari ishlab turishi kerak. Endi kasallik kelib chiqishi uchun odatiy ta'sirlovchilar albatta bo'lishi kerak. Organ va to'qimalarning retseptorlari, sezuvchanligi va qo'zg'aluvchanligi ortgan yoki kamaygan bo'lishi kerak. Ya'ni bizda kasallik keltirib chiqaruvchi faktor tushdi. Kasallik kelib chiqishi uchun albatta kasallik keltirib chiqaruvchi faktor tushdi organizmga. U endi nima qiladi? Mana ma'lum bir kasallikni qo'zg'ayapti, lekin bu kasallikka javoban bizda organizmning himoya kompensator imkoniyatlari ishga tushadi. Endi kasallik kelib chiqishi uchun odatiy ta'sirlovchilar ta'sir ko'rsatishi kerak. Organ va to'qimalarning retseptorlari, sezuvchanligi va qo'zg'aluvchanligi ortgan yoki kamaygan bo'lishi kerak. Ya'ni doimiy ta'sir qilib turuvchi, masalan, doim qurilishda yoki qanaqadir birorta bir mehnatda ishlovchilar, konda ishlovchilar, ular doim radiatsiya yoki qanaqadir zararli nurlarga ta'sirchan bo'ladi. Endi bu odatiy ta'sirlovchilarga nisbatan organizm, organ va to'qimalardagi retseptorlar sezuvchanligi va qo'zg'aluvchanligi ortib ketishi mumkin yoki kamayib ketishi mumkin ekan, demak. Shunday tushunib olsak bo'ladi. O'rtoqlar, bu yerda kasallik kelib chiqishi uchun. Hop, davom etamiz. Bizda etiyotrop, profilaktika va davolash, profilaktika emas, profilaktika bo'lish kerak edimikin? Shu qolib ketibdi. Yaxshi. Sabab faktorga ko'ra organizmning rezistentligini oshirishga qaratilgan. Demak, sabab faktorga ko'ra biz profilaktika qilamiz. Antiseptika va aseptika. Antiseptika hamda aseptikani juda ham yaxshi bilasiz. Shu jarohatga mikrob tushishini oldini olish yoki jarohatga mikrob tushmasdan oldin mikroblarga qarshi kurashish. Sabab faktor. Bu sabab faktorga ko'ra, ya'ni ma'lum bir kasallik kelib chiqishini oldini oladi. Endi organizm rezistentligini oshirishga qaratilgan. Organizmdagi aynan ma'lum bir kasallikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar yig'indisi. Bularning ikkalasini tushunib olamiz. Xo'p.
Sabab faktorga ko'ra antiseptika hamda aseptika, undan tashqari karantinni juda ham yaxshi bilamiz. COVID-19da barchamiz ko'rdik. Ortiqcha gapirish shart emas. Infeksiya tashuvchisi bilan kurashish, ya'ni hasharotlar bilan kurashish, hayvonlar bilan kurashish shunaqa. Undan tashqari antibakterial preparatlar. Masalan, antibakterial bakteriyalarni yo'q qiluvchi preparatlar hozir ko'payib ketdi. Masalan, oddiy misol qilib влажный salfetka, spirt, turli xil shu mahsulotlarni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin, ya'ni antibakterial. Zararli odatlardan qutulish o'rtoqlar eng muhimlardan biri. Yuqorida aytib o'tdik, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari aterosklerozga, yurak qon tomir yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin dedik. Endi mana shu zararli odatlardan qutulsak, sabab faktordan qutulamiz, ya'ni aterosklerozni keltirib chiqaruvchi bitta sababdan qutulamiz. Endi organizmning rezistentligini oshirishga qaratilgan, ya'ni kuchayish, chalinishiga, ma'lum bir kasallikni yuqtirib olish yoki o'shanga chalinishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Vaksinatsiya, ya'ni vaksina qilish. COVID-19da ham vaksina qilindi o'rtoqlar, ko'pchilik vaksina oldi. Nima bo'ladi bunda? Shu virusni kuchsizlantirilgan shakli organizmga yuboriladi. Unga qarshi immun sistema ishlab chiqariladi. Allergen bilan davolash, bu ham rezistentlikni oshirishga qaratilgan. Jismoniy yuklama, quyi temperatura, ya'ni jismoniy yuklama, quyi temperatura, gipoksiyaga adaptatsiya kabi holatlar ham organizmni shu kislorodsiz muhitda ham yashashini oldini olishga qaratilgan shu chora-tadbirlarni olsak bo'ladi rezistentlikni oshirishga. Ratsional ovqatlanish, bu ham vaqtida ovqatlanish ham juda ham muhim. Undan tashqari profilaktika, vitamin bilan profilaktika qilish ham shu kasallikni rivojlanishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar yig'indisi ekan demak. O'rtoqlar, demak bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik etiologiya. Etiologiya nima ekan? Ma'lum bir kasallikni rivojlanishiga sabab bo'luvchi faktorlarni o'rganar ekan. Sababsiz kasallik yo'q, kasalliksiz sabab yo'q. Xuddi shunaqa o'rtoqlar. Etiologiya kasallikni kelib chiqish sababini o'rganar ekan. Sababini oldini oldik mana bu yerda. Sababini oldini olsak, kasallik ham rivojlanmas ekan demak. O'rtoqlar, etiologiya bilan gaplashib chiqdik. Endi sizlar bilan keyingi darslarda Alloh nasib qilsa yana ko'rishamiz. Qaysi mavzular qolyapti? Juda ham yaxshi bilasiz. Patogenez hamda sanagenez. Keyin navbat bilan yana davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom eting o'rtoqlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang.